Qashqadaryo viloyatining betakror tabiat manzaralari va tarixiy obidalari bilan o'ziga xos takrorlanmas go'shalardan biri hisoblangan Qamash tumanida dunyo shovqinidan uzoq mo'jizaviy bir manzil bor. Bu mashhur va sirli Maydanak tog' kengliklaridir. Dengiz sathidan 2650 metr balandlikda Hisor tog' tizmasida joylashgan ushbu maskan sizni 9000 gektardan ortiq maydonga ega yam-yashil zarafshon achizorlari va musaffo tog' havosi bilan qarshi oladi. Qish mavsumida bu yerda 2 metrdan yuqori qalin qor saqlanib qoladi. Oppoq qor bilan burkangan tog' cho'qqilari va musaffo moviy osmon uyg'unligi insonga haqiqiy qish ertagini taqdim etadi. Maydanak nafaqat betakror ekotizimi va tog' kengliklari, balki dunyoga mashhur Maydanak rasadxonasi bilan ham ajralib turadi. 1970-yilda bunyod etilgan umumiy maydoni 40 gektarni tashkil qiluvchi ushbu ilmiy markazda 5 ta yirik teleskop joylashgan bo'lib, ulardan biri 1,5 metrlik ko'zguga ega. Butun O'rta Osiyodagi yagona teleskop hisoblanadi. Ushbu maskan o'zining geografik joylashuvi va yuqori sifatli atmosfera sharoitlari, ya'ni astro iqlimi tufayli Kanar orollari va Gavayi orollaridagi dunyoning eng asosiy astronomik obyektlari orasida o'rta masofada joylashgan. Bu yerda galaktikamiz shimoliy qutbi sohalarida va Quyosh sistemasi atrofidagi tumanliklarda joylashgan o'zgaruvchan yulduzlar fotometriyasi ma'lumotlari to'planadi. Shuningdek, yulduzlar yorqinligining kuchsiz o'zgarishlari, fotometrik effektlari topilib, koinotning eng uzoq chekkalaridagi noyob obyektlar, gravitatsion linzalar, kvarzalar va faol yadroli galaktikalarni tadqiq etish bo'yicha ulkan ilmiy izlanishlar olib boriladi. Markaziy Osiyodagi birinchi astrovideo ham aynan shu yerda suratga olingan bo'lib, bugungi kunda ushbu teleskoplar orqali tunda yulduzlarni kaftingizdek bemalol va aniq kuzatish imkoni mavjud. Mamlakatimizda yangilanayotgan iqtisodiy, ijtimoiy hayot insonlarning yashash tarzini kundan kunga o'zgartirmoqda. Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi asosida hamma narsa inson uchun, hamma narsa insonning baxtli va farovon yashashi uchun degan tamoyil ustuvor etib belgilangan. Shu bois Qamash tumanida astronomik, tibbiy, eko, ekstremal sport turlari va ov turizmini rivojlantirish uchun keng imkoniyatlar eshigi ochildi. Davlatimiz rahbarining viloyatga tashrifi davomida bu go'shada turizmni rivojlantirish to'g'risida alohida fikrlar bildirildi va bugun bu sohada hukumat qarori ham imzolandi. Ushbu qaror ijrosini amalga oshirish maqsadida tumanda turizmni rivojlantirishda Germaniya xalqaro hamkorlik tashkiloti ko'magida hamda Turkiya, Gruziya kabi turizm rivojlangan davlatlarning ilg'or tajribasi asosida hududning katta master rejasi ishlab chiqilmoqda. Loyiha asosida bu yerda zamonaviy shinam uychalar, yangi xizmat ko'rsatish shoxobchalari, oshxonalar, uy mehmonxonalari, otda sayr qilish va boshqa yo'nalishdagi istiqbolli rejalar hayotga tatbiq etiladi. Hozirning o'zida ushbu yo'nalishda loyihalarni amalga oshirish istagida bo'lgan tadbirkorlar ko'pchilikni tashkil qilmoqda. Bu sa'y-harakatlar avvalo xalqimiz va xorijlik sayyohlarning qulay hamda shinam sharoitlarda maroqli hordiq chiqarishiga xizmat qilsa, ikkinchi tomondan hududda ko'plab yangi ish o'rinlari yaratilishiga, tuman iqtisodiyotining yuksalishiga hamda vohamizning so'lim go'shalarini obod qilib, jahonga ko'rsatish orqali O'zbekiston nomining dunyo xaritasidagi nufuzi va obro'yini yanada oshirishga xizmat qilishi tayin.